Shu video boshlangandan beri mana shu narsalar sodir bo'ldi. Cristiano Ronaldo $100 ishlab oldi. Jahon chempionatidan chiqib ketgan bo'lsa ham. Taxminan 4000 tacha daraxt kesib tashaldi. Elon Musk bo'lsa taxminan $70,000 ishlab oldi. Bitta kvartirani puli Toshkentdagi. Mana shu sekundga kelib dunyoda taxminan 260 million tonna suv yomg'ir bo'lib yog'di. 500 million kola butilkasi ochildi. Hozirgacha bo'lsa odamlar 63 mingtacha selfie olishdi. Bu soniyada 50 ta yangi oila qurildi va 20 tasi ajraldi. Videoni shu joygacha bo'lsa siz 68 mingta virusni nafas olganda yutib oldingiz. Shu momentgacha 7 megabaytcha internetingiz ketdi, rozi bo'lasiz va o'rtacha 1 kaloriya energiya yo'q ordingiz. Reelsimizni bu joyga kelib bo'lsa 167 megabayt informatsiyani obработка qildi. Mana hozirga kelib bo'lsa siz va men yer bilan birga 1300 kilometr bosib o'tdik. Eng qizig'i shu momentgacha ko'zlaringiz примерно 300 martadan ko'proq qimilladi va sizni hayotingizni o'rtacha mashincha qismi o'tib ketdi. Bunga ham rozi bo'lasiz va Sardor Shtaynga podpiska tashlab qo'yasiz. Let's go.